Islom aka, uyimiz tomini kvadrati taxminan 100 kvadrat. Shunga qancha xarajat qilishni bering? Dostonbek, men hozir sizga 100 kvadrat tomingizga aksessuarlar bilan qancha rasxod qilishingizni batafsil aytib o'taman. Agar joyingiz 100 kvadrat metr atrofida bo'ladigan bo'lsa, Profnastil mahsulotini o'zi 6 million atrofiga tushadi. Agar Toshkent metallurgiya zavodi yoki Samarqand metallurgiya zavodidan mahsulotlar ishlatilinadigan bo'lsa. Endi Profnastil mahsulotimizdan tashqari aksessuarlarni ham aytib o'tsangiz. Xo'p, bunga ketadigan aksessuarlari kanyoga, qor to'sqichi, vetrovoya va soya ketadi. Agar bularga ham 0.4 qalinlikda o'sha Toshkent yoki Samarqand metallurgiya zavodlarining o'zidan ishlatilinadigan bo'lsa, taxminan 1,5 million 2 million atrofida rasxod qilinadi. Umumiy xarajat shunda sizga 7 million 8 million atrofida tushadi. Xo'p, Dostonbek, men sizga hozir faqat biz tomonidan beriladigan Profnastil va aksessuarlarini rasxodini aytdim. Agar umumiy hisobda sterapilar, reyka, to'sinlari bilan, usta xizmatlari bilan hisob-kitob qilib bering deydigan bo'lsa, marhamat bizga murojaat qilib, aloqaga chiqadigan bo'lsa, biz ustamizni jo'natamiz. O'zi chiroyli holatda qilib, hamma yo'g'ini hisob-kitob qilib, umumiy rasxodini chiqarib beradi. Agar siz ham uyingiz tomiga Profnastil mahsulotidan qancha ketishini bilmayotgan bo'lsangiz, aniq o'lchamlarini kommentariyada yozib qoldiring. Biz sizga to'liq hisob-kitob qilib beramiz.